Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum, meni Mustajab kanalim kuzatib boruvchi aziz obunachilarim, yangi kirgan mehmonlar, xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga yana bir chiroyli mavzu haqida gaplashmoqchiman. Aniqrog'i sizlarga ma'lumot bermoqchiman. Yana sizlarga chiroyli bir duolarni tavsiya qilmoqchiman. Menimcha hammani qalbida duo bor. Duo qilmaydigan odamni o'zi yo'q bo'lsa kerak, chunki hammamizni bir erishib turgan maqsadimiz. Bir Allohdan so'raydigan juda ko'p duolarimiz bo'ladi. Qaysidirimiz farzandimizni bir yutuqlarga erishishini xohlaymiz. Qaysidirimiz bir shifo so'rab, shifo talab bo'lamiz. Ishqilib har bitta odamning qalbida qandaydir bir erishishga ishtiyoqmand bir duosi bo'ladi. Duo qilmaydigan odamning o'zi yo'q. Duoni to'xtatishni ham keragi yo'q. Duosiz yurishni ham keragi yo'q. Duo faqat Xudodan yalinib, Xudoga iltijo qilib, ichingizda ham, tashingizda ham, namozda ham, benamoz vaqtingizda ham faqat yaxshi niyatlar qilib, Xudodan so'rab, zikrlar qilib, zikrlar orqasidan ham Xudodan shu niyatlaringizni so'rab, iltijo qilib yurishdi. Juda manfaatli bo'ladi bu ish. Yaxshi natijalar bo'ladi bunda. Chunki Allohning va'dasi bor. Ibrohim surasini adashmasam 60-oyatida kelgan Allohning va'dasi bor. Duo qilinglar, duolaringni qabul qilaman degan. Duosiz, Allohdan kibr qilib duo qilmaydiganlarni Alloh suymaydi. Mana shu Ibrohim surasida 60-oyatida Alloh va'da bergan duo qilishdi. Duo qilganlar duolarini ijobat qilishdi. Duo qilmay yurmaslikni Alloh aytgan ekan. Alloh hech qachon va'dasiga xilof qilmaydi. Shuning uchun hech qachon duodan to'xtamanglar. Xo'p, shu duo qilishdan oldin eng yaxshi vaqt asr bilan shomni orasi ekan. Shu asr bilan shomni orasida qandaydir vaqt bor ekanki, Alloh duosini, iltijolarini, bandalarini qabul qilib qo'yar ekan. Bu ko'pchilik umraga, hajga borganlar ham e'tibor bergan bo'lsa, shom bilan asrning o'rtasida haramga o'sha yerda tub aholisi yopirilib kelishar ekanda. Men o'zim ko'rdim ko'zim bilan. Keyin ayollar tomonda o'tiramiz. O'sha yerda oldimizda o'sha tub aholilari shu asr namozini o'qib bo'lib o'tirganimizcha, shomda o'qigandan keyin hammalari ketishar ekan, ko'pchiligi ketar ekan. Hatto umra qilgani, haj qilgani borganlar ko'pchilik o'tirib qolishadi, bir xuftonda o'qib. Keyin ketamiz, lekin tub aholi asrga shunaqangi yopirilib kelishar ekan. Asrda o'qib bo'lib, shomgacha o'sha yerda duoda mana shu qo'lini ko'tarib olib, faqat mana shunaqa qilib duo qilib, shomga azon chaqirguncha to'xtamaydi. Hayron qoldim-da men. Haqqi rostda, shu haqqi rostligi o'sha yerdan ham ma'lum, o'sha yerda aholisi shu vaqtda yutib qolaylik shu vaqtdan deb o'ylab shu duoda o'sha yerda to'xtamay o'tiradi-da. Chunki ular ham bo'lmasam shomda o'qib ketib, xuftonga kelib yoki asrda o'qib ketib, yana shomga kelaveradi-da, u yaqin joy. Bizga o'xshab har zamonda bir umra qilgani, haj qilgani borishmaydi ular. Tinmay o'sha yerga namozga borib, haramda namozlar o'qishib turishar ekan. Lekin mana shu asr namozida albatta ayollari ham yopirilib kelib, shom namozini o'qib, keyin ketishar ekan. Demak, shu fazilat haqiqatdan ham bor narsa. Bu hadislarda ham, hadis shariflarda ham juda ko'p marta, juda ko'p joylarda aytilgan. Shu asr bilan shomning o'rtasida shu duo qabul bo'ladigan vaqt bor ekan. Ana shu vaqtda iloji bo'lsa agarda, bekorchilik bo'lsa, shunga imkoniyat bo'lsa, o'shanda afzalroq ekan deyman shu duo qilishdi. Bo'lmasam yo'lda ketib turib ham duo qilib ketsangiz bo'laveradi. Ishxonada ko'pchilik ishlab, masalan, men ham ishxonada ishlaganimda bir o'tirib ishlaydigan ishim, o'tirib ishlab ham shu zikr qilib, zikrdan orqasidan duo qilib, niyat qilib, ashuna qilib yuraverardim. Shu ham foydasi bor. Shunaqa ham qilaverish kerak ekan. Ish qilib duodan to'xtamaslik kerak ekan. Duo ham bitta ibodat ekan. Duo ibodatni to'ldiradigan amal ekan. Duo qilishga odam oshiqmand bo'lib duo qilaversa ham
Xudoyim taolo labbay deydi ekanda baribir. Duoda sur bo'lish kerak deydi-yu, shu duo qilishda sur bo'linglar. Surlarcha har kuni, har qadamda Allohni eslangda duo qilib niyat qilavering ekan. Shunda Alloh berar ekan, baribir bermay qo'ymas ekan. Oyatni videoni oxiriga yozib qo'yaman, o'zlaring ham ko'rib guvohi bo'lasizlar. Alloh va'da qilgan, duo qilishdan hech ham to'xtamanglar. Ilohim hammalaringni qilgan duolaring ijobat bo'lsin. Meni kanalimga kirib, shu o'qigan duolaringni niyat qilib, shu duolarni o'qib, Allohga qo'l ko'tarib, amin deb cho'zgan qo'llaringda ilohim, Alloh al-hayyu bo'lgan zot quruq qaytarmasin ilohim. Doim duolarimiz ijobat bo'lsin. Ibodatlarda charchamaylik. Hammamizni ibodatlarimizni dargohida qabul qilsin. O'zi mag'firat qilsin Robbim. Robbim Rohman Rohim bo'lgan zot. O'zi rahimli, rahm shafqatidan bizlarni darig' tutmasin ilohim.